bo'lmasa ayt, kimsan ayol qo'shig'ini ijro etsam, chunki kommentariyada ko'p ayollarimiz mendan xafa bo'libdilar. Dunyo, har bitta inson hamma narsa jufti bilan. To'g'ri, har xil insonlar bor, lekin agar turmush o'rtoqlarimiz yaxshi bo'lsa, Allohga hamd etib, shukr etib, baxtli yashashimiz kerak. Chunki qariganda baribir insonga do'st kerak, sherik kerak, bola chaqa o'zini yo'liga. Lekin yonimizda bir mehribonimiz bo'lsa, bu oliy baxt. To'g'rimi ayollarimiz? Yo, noto'g'rimi? Noto'g'ri gapirdimmi? Hamma ayol baxtli bo'lsin, hamma ayol. Hech bir ayol yo'qki, men baxtsiz bo'lsam deydi. Hamma ayol, u shoh bo'ladimi, milliarder bo'ladimi, har bitta ayolning qalbida u ayol qilib yaratgan Alloh. Biz ayollar zaifamiz. Shuning uchun yonimizda hamisha mehribon yorlarimiz sog', omon bo'lsin. Agar yaxshi bo'lsa yorlaringiz, ehtiyot qilinglar. Nima deydi? Haqqiga duo qilib, farzandlarimiz uchun biz ota-onalar hamisha yaxshi bo'lishimiz kerak, baxtli bo'lishimiz kerak. Er bo'lmasa ayt, kimmiz? Kimsan ayol? Ilohim bolalarimiz yaxshi inson bo'lsin. Umr o'tar ekan, insonni kuch-quvvati sekin-sekin ketib borar ekan. Vaqt o'zinikidan xolimizmi, yo'qmi? Olar ekan. Ota-onamizga qaraganda buni his qilib borar ekanmiz. Chunki yoshligimizda ota-onamiz yosh bo'ladi. Yosh o'tgan sari ota-onangiz qariyotganini ko'rib, ichingiz ezilib boradi-ku, lekin shu qatorda o'zingiz ham qarib borar ekansiz. Eng oliy baxt mana shu ota-onamizni xursand qilishga harakat qilaylik. Ota-onangizni xursandchiligi bu bir dunyo, uni ta'riflab bo'lmaydi. Men ota-onamni juda ham yaxshi ko'raman, lekin umr bu o'tar ekan, ota-onamiz qarar ekan. Ota-onamizning gunohlarini Alloh kechirsin aytadi-ku, ota-onamizning haqqiga ko'p duo qilaylik. Hozirgi qo'shig'im aynan mehribon ota-onalarimiz. Ota-ona hech qachon bolam yomon bo'lsin demaydi. Ota-ona hech qachon hamma tark etganda ham ota-onangiz sizni hech qachon tark etmaydi. Dunyo beshafqat. Ota-onalarimiz sog', omon bo'lsin.